Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qo'qon shahar Melkombinat hududiga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Shu holatdagi 2,5 sotixlik kottejimiz sotuvda. O'zining tizimlari, omborchasi bor. Ichkarilarni ko'rib chiqamiz. 5 ta uy bor. Shu uyimizni 2 etajga moslangan, kirishimiz bilan shunaqa chiroyli tarzdagi holi bor. Chap tomonda bo'lsa mehmonlar uchun zal shu ko'rinishda bo'ladi. Uni oldida bo'lsa bolajonlar uchun yotoqxona qilingan. Yorug'latuvchi shoynalari bor. Remontlari kirib yashashga tayyor holatdagi uyimiz. Isitish tizimlari, chopli pol, отопление tizimi bilan jihozlangan. Holdan kelar ekanmiz, ro'parada o'zini shu ko'rinishdagi sanozellar bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Sanozellari ham chopli pol qilingan. 2 qavatga moslangan. Shetdan ikkinchi qavatga chiqishga xod qilib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Bunisi bo'lsa o'zini kattalar yotoqxonasi, shu ko'rinishdagi o'zini kiyim ilish uchun garderoblari bor. Remontlari yashashga tayyor holatdagi uyimiz. Holdan kelar ekanmiz, o'ng tarafda o'zini shu ko'rinishdagi kuxnasi, bitovoy texnikalari bilan birgalikda sotuvda. Kuxnaning garnituralarni ham yaxshilardan qilib qo'yishibdi. Tayyor remontli uylar oqtarib turgan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz. Ushbu uyimizning narx-navolariga keladigan bo'lsak, $89,000 bilan sotuvda. Pastda nomerlar qoldiramiz. Ma'qul kelsa, kelib ko'rib, baraka qilib olishingiz mumkin.